Ayol kishining qo'liga pul tegsa, itaradi hammamizni. Bo'ldi, pizes degani. Ayol ishladimi? Ayol sendan ko'p pul topdi, bo'lsa yutqazding. Bu hayotni yutqazding, ajrashib olaver, javob beraver. Skazka u emas. Xotin qo'sh ho'kiz, bir bola ho'kiz, ola ho'kiz. Yo'q u. 40 yildan keyin bo'lishi mumkin, bir-birini tushunib, farzandli bo'lib ketgandan keyin, chiroy ketib, anaqa bo'lgandan keyin. Yo'q, ayolga bitta xo'jayin bo'ladi, erkak. Agar unga ishga kirgandan keyin ishxonada ham erkak bo'lsa, u ham unga buyruq bersa, bo'ldi, sen o'sha erkak emassan. U ham erkakda. U boradi ishxonaga, sen bilan solishtiradi. Vajohatli, chiroyli mashinada duxuyani oxiriga sepib, katta boshliq, hamma qo'rqib turadi boshliqdan. Paxta qo'yadi. U boshliq keyin xotiningga buyruq berishni boshlaydi. Shunda xotiningning xo'jayini ikkita bo'ladi. Shu lattalar ko'payib ketgandan keyin qisman hammasi emas.